Dada, No'ruz bayrami degan qandaq bayram? Oğlum, No'ruz bayrami Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, O'zbek, Tatar qatorliq millatlarning an'anaviy bahor bayrami. Har yili 3-oyning 21-kuni kun bilan tun tanglishidir. Bu qish faslining oxirlashib, bahor faslining boshlanganligini derak berdi. Ajdodlarimiz mana mushu kunni No'ruz bayrami qilib, turli an'anaviy faoliyatlar bilan tabriklab, tantana qilib kelgan o'g'lim. Tushundim dada. No'ruz geldi, bahar geldi, kendaneler yasandı. No'ruz geldi, bahar geldi, kendaneler yasandı. Hayat olmak kalıplar şah, yigit işyon ve badakil. Hayat olmak kalıplar şah, yigit işyon ve badakil. Baharni çırlanan No'ruz, hayatni gülleyen No'ruz. Baharni çırlanan No'ruz, hayatni gülleyen No'ruz. Muhabbet hem inanlıklı, yürekten kuyleyen No'ruz. Muhabbet hem inanlıklı, yürekten kuyleyen No'ruz.
Assalamu alaikum, hürmetlik atıla, anıla. Noruz bayramımızga qutluk bo'lg'ay. Bugün ecdatlarımızdan bizge udum qağan, sizlar atıllarımız, anılarımız bizge yetkizgen qutluk Noruz bayram günü. Bugün Miraç şirketi bizden ecdatlarımızdan qağan isil en kadimi bayramımızını atıllarımızga, anılarımızga başlardan nurgun ısık soğuklarını ötküzüp bizgiçe bu bayramını yetkizgen atılağa, anılağa Noruz bayramlık daskan saldı. Rahmet. Biz bayramımızda bugün peşkadem el söygen hürmetlik ustaz sanatkar Abdüz Şakir akımızın bayramlık soğusu ile başlayımız. Merhamet. Miskin yetimlerge hemişe şefkat kıt ki nefsin rahitini de ligin kılma vefalıklı tefekkür bunun bilen hayatın kelgisin uylan temakiller gertenlikni gadadin vay gadadin evliyalıkni Kader deryasında izler kırık bu kervan Tevgalık Nigarın izdigen kakıhtip çıkaysı Güzarda Kızı kerdem bağlımın elge muhabbet aşinalıkni hayal derdi muhabbet aşinalıkni
Bugünkü qutluk bayramımızning mübarek dostluğunu sağan himmet egillari Miraj şirketining sahibxonlarini men mehmonlarga tanishtirmoqchi. Qani marhamat. Miraj şirketining qurg'uvchisi, bosh nazoratchisi Abduzahir Hacim. Miraj şirketining bosh direktori
Kerim Mahmut Hacı. Miraç şirketinin kanuni vekili Hul sağıcısı Abdurrashid Hacım. Miraç şirketininki iqtisodga mas'ul Hul sağıcılardan biri Abduveli Hacım. Miraç şirketining kundilik boshqarish ishlariga mas'ul direktori Mirahmat Hacım. Miraç şirketining ishxona mudiri Minavvar xonim. Miraç şirketining keyingi izbosarlari Ahmetcan Hacım. Yani bir izbosari Rahmatullah Hacım. Biz Miraç şirketiga mushundaq No'ruzlik dasturxonni mushundaq jamoat arboblari bizga yo'l ichib bugungi ulab kelgichi adiblarimiz, san'atkorlarimiz, olimlarimizga davomliq dasturxonning kengri, davomliq bayramliq dasturxon choylarini tayyor qilib turishini qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Endi Miraç şirketining baş nazoratchisi Abduzahir Hacım o'zining olimlarimiz, jamoat arboblarimiz, otalarimiz, onallarimizga deydigan bir ikki so'zi bor ekan. Marhamat. Muhtaram Miraçning aziz mehmonlari, men so'z qilishdan burun mush yemek-ichmek sohasida qo'zg'alish xarakterlik ta'sir ko'rsatgan Kerim Mahmudni birinchi qatim so'z taklif qilaman. Assalomu alaykum. Bugun musorinimizga ulug' qadamlarini aymay besib kelgan ustoz, ota, onalar. So'rinni o'rinlashtirganda men mayada bo'lmaganligim uchun men bu yerga oqshom yetib keldim. Shunga men chaqirilgan mehmonning 60 yoshdan oshgan o'z davrida millatga ruhi uzuq bergan va alayda to'hfa ko'rsatgan. Hozir damilayotgan odamni asos qilib hech qanday foydasini olmagan. Muhabbat va ularga bizningki rahmat etishni asos qilgan bir so'rin tuzilganlikdan men o'zim Malayziyada edim, ishlar bilan mushu shirkatning ishlari bilan shu yerda ulab qolgan. Shunga mushu so'ringa oqshom yetib keldim. Bugun men mushu so'rinda aqasinglar bilan bir dida ko'rishishga nisb bo'libdi. Mushu munosabat bilan men o'zimni bir tushuntirib o'tmoqchi. Men o'zim qusqimda to'la umuchim yo'q. Ammo to'limi ta'lilik odam. Men o'zim mushu Miraç shirkatininki qurg'uvchisi. Ammo men o'zim qurgan bilan deslab Miraç shirkati Enjir tiztamoqxonasidan boshlangan. Men Enjir tiztamoqxonasidan ta hozirgi Miraçni qurg'icha uyan tamoshadekli qurib kelgan odam. Chunki har qatim bir ish qilaman deb o'tirg'i chiqsam, nurg'un aloqina birodarlar, masalan, Enjirning qurilishida, deslab qurilishida Muxtar Bug'ra, Ablekim Kelkun, Axtam Umar, Zajidlandagi Anvarlar maslahat qilib qurilib qolgan. Men uchun mana narsani qurish nihoyat osonga to'xtagan, ta'lim bo'lganlik uchun. Shuning bilan Enjirdan boshlab hozirga kelgacha 10 yil bo'ldi. Keyin Miraç yemek-ichmek shirkatini qurib, biz mushu do'stlik do'konini boshlaganda, endi bu do'stlik do'koniga ketgan pul ba'zanlar bilishinglar mumkin, ba'zanlar bilmasliklaringiz mumkin. 25 million pul bilan 120 qo'l hunar san'at ustozlarininki 3,5 yillik qon terida bitib chiqqan. Shunga men Uyg'urlarning azaldan mushu gapi emas, men pul topmoq oson, tutmoq tez deb. Mush shirkatni, mush do'konni boshlaganda mush kichkidan tortib pul tepishga eng moyir,
bizning dadam onamlidan tatib danglaydigan Abdurishtajikam, hem pul topalaydigan, hem pul tutalaydigan Abdurishtajikam. Abdurishtajikam Damillamninki aksi. Mush adamninki alaydı çoğun hayatı tapkan meblağını bana ayımay birişi bilen Abdurishtajikamla at çoğun dini zat olganlık için Ahmet Xetivacım degen çoğun aileninki nevrilleri Velirajikam dadamның canjigar dostu Abdurishtajikamның oğlu. Demek dadam ve bu Velirajikamның dadısı Zahir Damillamның dadısı Hacı Mehmet Qarajikam, Abdurishtajikamның çoğun dadısı Ahmet Xetivacımla hiç nimini ayaşmaydigan, bisi-bisiga hürmet sazavar bilen kelgen kan qeyrindaşlar. Muş dükkanı qurish uchun muş adamlarning mablag'ini asos qilib Uyg'urlarning milliy madaniyat, büzekçilik, yemek içmeklik, asarat yıkılarını jenimizning yetişçe muşu biz bilmegendan keyin biladigan adamlarning maslahatini elib bugungi muşu Miraj yemek içmek ordusini qurib chiqishga muş adamlar alayda asosli kuchni chiqargan. Mening hozirmi chet ellarda xotirjam 2 oylab, yillab yana boshqa ishlarni yo'l etishga aqtuvrik bo'lib, meni mishadan xotirjam qilib, kang-kangri qanotimni qo'yib berib, mush butun eg'i yukni zimmasiga elib olgan Abdurishtajikam, Velirajikam, Zahir Damillamga alayda rahmat. Masalan, bugünkidek sorunni men o'rinlashtirishni o'ylagan bo'lsam-mo, mening iqtidorimda mana ishni qilolmayman. Şuna bu işni men Malayziyada anglab to'liq ta'sirini ketib, bugungi sorunning qurg'ichisi, loyiligichisi Abduzahir Damillam. Endi madamni men bir alayda tunishtiraman. Endi asosiy jihatdan mush anni vasillarning cho'ng rahmati bu adamga. Bu adam o'zi mendan kichik. Meningki bola eg'inam. Endi meningki ustozim. Bu adam bizning ma'vu ochgan sistemalik maktablarimizda menga o'xshab faqat o'qimagan bo'lsa-mo, o'zi o'qib, 7 tilni ona tildek biladigan olim adam bu. Bu adamning o'qigan maktablari mamlakatimizda sanig'in bo'lsa-mo, endi Angliya, Misr, mush o'tir sharqlarda alayda ko'zga ko'ringandek bilim egallagan bala alim. Şuna muş adam hamda muş haqasınlığa bir yüzünü bir tunuşturup haqasınlığa 2 qiz gap qilib berishini men talab qilaman. Demoqchi bo'lgan gapning asosi ko'p qismini Kerimkam deb o'tdi yuqorida. Faqat men tuvanda mehmonlarimizga bo'lgan samimiy salomimni deyishdan cheklanaman. Assalomu alaykum hurmatli qadrdon otalar va peshqadam ustozlar. Mehri cho'nqur kuyimchan onalar va xonimlar. Bugun ko'klam elchisi bo'lgan Navro'z bayrami munosabati bilan cho'nqur istaklarga to'lib, yiroqni yiroq ko'may, bu oddiy sorunimizga qadam tashrif qilib, ko'ngil shodligimizga shodlik qo'shgan aziz mehmonlar. Men Miraj yemek-içmek asdarlik shirkati nomidan hammanglarning qutlug' Navro'z bayraminglarni tabriklayman va sizlarga cho'nqur oliy ehtirom bildiraman. Bundan birga yana milliy madaniyat tariximizning keyingi bu 60 yillik musofasini xilma-xil shalliq ijodiyat natijalari bilan bezab o'tib, amdilikda shu yillarning tirik guvohchilari bo'lishdek sharatni saqlab kelayotgan. Hamda madaniyat qurilishimizning bugungi varislari uchun bir tirik obraz bo'lib kelayotgan. Yuqoridagi peshqadam namoyandalarni oddiy bo'lsa-mu o'zining qalbidagi sizlarga bo'lgan cho'nqur ehtiromini bildirishni o'ziga eng aqalli farzandlik majburiyat deb bilib, madaniyat qo'rg'onlarimizning har biringlardagi posibonlarini bugungidek bir shaklda o'zaro didorlashib maqsadida bir dasturxonga yig'ishni o'ziga xos
bir ma'noga ega to'liq ahamiyatli bir ish deb tunib, ko'pchilikni oddiy bo'lsa-mu, bugünkidek so'rinni tayyorlagan Miraj yemek-içmek esnarlık şirketidagi barliq rahbarlar va barliq ish xizmatchilarining hammalarining Nuruz bayrami qutlug' bo'lsin. Bugünkidek manda xosiyatlik so'rinning kun tartibini o'zimizning shaxsiy arzu armonlari, boshqa ko'z qarashlarimizni deb buzmasligimiz uchun, masorning ahamiyatini taqimi o'z ifodasini toptirish uchun men mushundar gap qilmayman. Jiroqdan kelgan ustoz peshqadam olimlarimiz va har sohaning umumiy hayotida natijalar yaratgan peshqadam ustozlarimiz va shularning so'zini anglab, so'rinimizning ahamiyatini oshirsak. Mening gapim shundan tamom. Hamda el söygen söyümlük sanatkarımız Abdurrahim Hayit Efendi'ni No'ruzimizga atab bir naqsh aytib berishga taklif qilamiz. Marhamat. Cahan rena leritre bilimdek bir güzel yar bilim dil özgü tutkan yar bulur gayda bar yok. Girip nefsini keynige bilimdin öz giyar tutsam Bişim kakem sıdır küller Uçakda sen kebi har yok Feragat iz sen asla bilimdin öz giyar tutma Senin kadrin ni saklaşta bilimdek yakşı hemkar yok Kara kaşlı tılın aylar sana bir net çıkı hemrah Eğer sen pudun ayrılsan şu an taşlaydı hiç ar yok Mal kılma felek niher Kaçan bektin geçer gelmez Bir gün baya etsen de git Gaday yok belki kazdar yok Leritre bilimdek bir
güzel yar yok. Dilim dil özgü tutkan yar bulur ucayda var yok. Dilimdek bir güzel yar yok. Assalomu alaykum muhtaram atalar, analar. Bizning dunyo e'tirof qilgan ustoz san'atkorimiz, xalqaroliq rassom G'ozi Ahmad akani Miroj shirkatiga o'zining No'ruzlik sovg'asini taqdim qilishga taklif qilayli. Marhamat. Assalomu alaykum muhtaram bugungi so'ringa qadam tashrif qilgan mehmonlar. Shuningdek Miroj yemak ichmak hassadorlik shirkatining qurg'uvchilari, hojimlar. Yaxshimisizlar? Men bugun Miroj yemak ichmak hassadorlik shirkatining mehmonlarga salgan katta dasqindan foydalanib, bugungi bu so'ringa ishtirok qilgan mehmonlarning, shuningdek bu şirketinin barlık kelişi üçün kan terini sındırgan hacimlarının No'ruz bayramını kızgın tebrikleymen. Bu orunun Uyghur halkının en enevi binakarlık sanatının en münevver örneklerini elip şundak güzel zinnet kitlengelliği, şunundaki bununla halkımızın hüner sanat örnekleri, onun nusxalarini muzi halatga keltirganligini görüp huzurlanıp o'tdim. Hem bununla akıl faraset işletken bu hacimlarga aferin okup chin ko'nglimdan rahmat etib o'tdim. Men faqat tunigun bu faoliyatning bo'lganligidan xabar topdim. Endi men quruq qo'l kelishga azroq uyaldim. Cho'ngroq bir narsa olib kelishga vaqt yor bermadi. Shuning uchun men bir parcha o'zimning o'z qo'lim bilan yozgan husn xatni olib keldim. Bu mening bir ko'ngil so'g'am, qabul qilishinglarni o'tinaman. Bu husn xatga yozilgani arabcha so'z bo'lib, al-mat'amul islomiy degan so'z. Buning uyg'urcha ma'nosi islom taomlari degan gap. Men imzo qo'yib tamg'amni bosdim. Men ishiniman hojimlarning halol emgaki bilan topgan iqtisodini sarf qilib, bundaq katta bir shirkatni qurganligiga qaraganda bu cho'qim rivoj topadi. Bundan keyin taxmo taraqqiy qilganligiga ishinaman. Rahmat ko'pchilikka. Endi bizning katta olimlarimizdan birisi, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni ana tilimizda bizga yetkazib bergichi ustozimiz Muhammad Salih Qarajim ustozimizni ikki kalima so'zlab berishga taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetli sorun ehli. Biz bugün No'ruz bayramını ötküzüp münasebeti bilen bu Miroj şirketininki Oruzga yığılıp cem bulup oturttumuz. Miroj şirketininki bu sarayı bizninki mimarchilik san'atimizningki eng isil namunalarini tarkib topgan bo'lib, bu qurilishninki qad ko'tarib maydonga chiqishi bizninki naqqoshchilik, me'morchilik
san'atimizni yana alayda yuqori bir seviyeге ko'targan bo'ladi. Bu munosabat bilan Miroj shirkatining xo'jayinlari bizningki burunqi an'analarimiz bo'yicha mushu o'rniq atab bir arab she'r yozib berishimni buni o'zimizningki an'anasi bo'yicha naqsh bilan o'rninki tomlarga uyib chiqdiganligini aytgan edim. Men bu sorunda arab she'r yozib o'qishning toza munosib emas ekanligini aytib o'zi bayon qilgandan keyin shirkat xo'jayinlari xalqaro so'rinlarda podshohning o'rdanlarida arab she'r yozib o'qiysan bizning bu yerdagi o'rnimiz san kichik kelib qolamdi degan chaqchaq so'zlari meni bu o'tinishni qayta o'ylashga majbur qildi. Demakchilardan bizningki tarixiy an'anaviy qurilishimizni nazarda tashladigan bo'lsak, mashhur, dangdar imoratlarningki keyingilarga o'rnak bit saqlab qolish uchun, tunishtirish uchun ularga naqsh bilan ba'zi arabcha, farscha she'rlarni yozib qoldirilgan. Shundaq bo'lganligi uchunmi bu qurilishga shundaq she'rlarning yozilishini uygun deb qarayman. Masalan, Oppoq Xo'janing bozorining oldigan bo'lsak, cho'ng darvozasidan kirgandan keyin ko'z oldimizdagi qabriga yozilgan mundaq farz she'r bor. Bima'shuqi badu andar jihan taq maqami aşiqi ra hamshudu juft بگوشی دل رسد از هاتفی غیب که تاریخی وفاتش را خدا گفت. مشهدن Oppoq Xo'janing kelaki bina bo'lgan, yani Oppoq Xo'janing o'lgan vaqtning tarixi abjaddan chiqarilgan. Bu sınay düştüki Zeynul A'imme mazari Zeynul A'imme degan Qashqarda bizningki o'z vaqtida o'tgan, tarixda o'tgan zo'r olim. Nurg'un asarlarni yozgan. İslam fiqhidagi Hidoyaning sharhi mashhur, Nihoyaning muallifi ana shu Zeynul A'imme. O'z vaqtida ilmiy asarlar bilan zo'r shuhrat qozongan bo'lib, bu zotningki ta'rif uchun ayni zamonninki bir adibi Zeynul A'immeti la zallet hidayatuhu saddan li idlali ya'cuci ve ma'cuci artucu muhqaratul lakin binisbetihi yecuzu lav bahatid dünya bi artuci degan she'rni yozib qoldirgan. Bu she'rning asosiy mazmuni Zeynul A'imme shunda bir zo'r olimki bu adamninki yetakchiligi hidoyat nurlari mangu chaqnab tursin. Ortish bo'lsa kichik bir arzimasga mush adamning otishliq bo'lishi bilan dunyo otish bilan faxrlansa arziydi degan mazmunda. Mundaq desam otishni maqtaydi ekan demanglar. Men tarixiy bir voqea so'zlash uchun tilga ilib o'tyapman. Lekin mening jutum otish xalqi hozir boshqa yer qaraganda fikrim ko'p meningki. Ayrim kishilarga da'vatman, bu so'zni demayman. Demak men jutparast emas demoqchi, jumonglar baya da'vat kelib qoldi. Shuningga mashhur bizning olim tarixda o'tganda Tajalli sohibninki yozgan bir qasidasi bor. İlal acemiyil birri hiccu fazalikum habibun radiyun vel humamul muyammamu deb boshlandi. Divan lug'at turkda mashhur olimlarninki nomi kamdan kam tilga ilinish bilan billa shoshib o'tgan bir olimninki alohida tilga ilinib uning nomi qoldirilgan.
Bununla Surah Lut'unki muallifi karşı özününki Surah Lut'u yazgan Zeylide bu adamninki kavni ziyaret qilgan vaqtda uning ustiga bir she'rninki yezib qoldirilganligini alohida tilga ilib o'tgan. Lamma hadartu huna li as'ala hajatan fajra Allah nafsi bi yumnil qali iftah li Allahumma qabla manahiji bi futuhi hadil alim al qaffali. Qaffali Şaşi degan olimninki şu gümbüziga bu she'rni atab yezib naqshlar o'ydirilgan. Bu shu anilarga asosan buni mushu Mirojning ordusiniki bir xotir sifatida keyingilar qoldirish uchun bir yozilgan arab she'r bo'lib, buni men ahli so'rin oldida o'qib bitay. قم حبيبي ننطلق كي نطربا أنا أحيانا أحب الطربا قصر معراج فريد مشرق وصفه يعيي جميع الخطبا بين عيني بدا القصر المهي بفعظاما خلعت الجوربا صفة الأحباب طرا دعيت فاجتمعنا فقضينا المشربا أيها الزائر في ظل المنى أترى قصرا هنا أم ملعبا فلدى القصر وقفت حائرا وأجلت الطرف فيه معجبا وهو فرد في المباني كلها فجواد الحسن فيه ماكبا بالمباني كلما نزرته فتراه في المباني كوكبا نهر حسن القصر لم ينضب إن كان نهر الأرض يوما نضبا بجلال الصنع قد يمدحه كل ضيف عجما أو عربا فإذا ما جئت في أنحائه ذقت طعاما مشتهى مستعذبا في زوايا القصر يوما جالسا صرت أبكي لشباب غيبا أعجبتني يا خليلي ها هنا قولة الخدام لي يا مرحبا فبنت فتية من صفة القوم هم كانوا صراط نجبا قد أعادوا أحد أجداد لنا أحسن الصنع فنالوا المطلبا فكتبتم صفحة خالدة صفحة المعراج يبقى حقبا صاحب المعراج قد علمنا أن الصنع أما وأبا صاحب المعراج قد علمنا أن الصنع أما وأبا رجل صنع اليدين عندهم من جميع الناس أعلى رتبا صادة المعراج ترا لبسوا من تراث المجد ثوبا خشبا كل ما في القصر من أعجوبة قلمي لم يستطع أن يكتبا رحمة الله. Assalamu alaikum. Hürmetli ustazımız, kılşunaz, cemaat erbabımız, İmin Tursun Hacı Maksimizde iki kelime söz tutuştuk kılımız. Merhamet. Esselamu Aleyküm Novruz ehli. Hemmelerinin Novruz yani yeni yılları mübarek boğay. Şu Novruz münasebeti bilen bugün bir yerde Keremcan Mahmut na çok sevaplık işini başlattı. Bunun Novruz'un kutluk bayram ikenligini bilgen Keremcan yılının beşida savaplık iş kısa yılının ahırgısı savaplık tapıdı diye udumga bek rai kıgan. Şu münasebet bilen
Şinjan'ın her joylaridan kalem ahlinin vekillerini taklif kılıp bu Novruz bezmisini uyuşturuptu. Bunun için köp teşekkür. Allah rahmet kılayım. Cemaatga mening bir murojaatim bor. Asli ikki murojaatni bir murojaat bir 2 kundan keyin Şinjan gazetida e'lon qilindi. Bizning Novruz bu yeni yıl bayramı. Yani dünyada her qaysi milletlerinin her xil bayramları var, her xil yeni yılları var. Ama o bayramların tolusu yeni yılı din bilen münasebetlik, dini akide bilen. Bizden Novruz olsa kadimki ağullarımız, yani ecdatlarımız köşmençi çarvıçılık hayatı yaşayan vaxtıda, onundan keyin dixançılıkka o'tgan vaqtida coğrafiyalik zona ve astronomiyalik hodisalarni, tabiat qonuniyatini mo'lchallab turib Novruz vaqtini tayinlagan. Yani kış aylarından o't o'tib yaz aylarida hamal kirish vaqtiga, yani kun bilan tun tanlashgan chaqqa bu yozg'i turum deydi arabcha e'tidol. Mana shuni to'g'rilab 3-oyning 21-dan 22-si o'ta mezgil bu yangi yil o'rilgan vaqt deb kun tug'di deb at qo'ygan. Navro'zni 10-asrdan keyin Parisliklardan qabul qilgan. Bu meningcha hech qanday diniy aqida bilan munosabati yo'q. Mayli Yahudilarning yangi yili olsun, o Musa payg'ambar Yahudilarni Misrdan sargardonlikdan ko'chirib kelgan vaqtidan boshlaydi. Nisoralar Isa payg'ambarning mavludidan boshlaydi, shuni milodiy yili deydi. Undan keyin İslam qabulidan keyin hijrat yilini qabul qildik. Bu Hazreti Muhammed Peygamber Mekke'den Medine'ye koşkan vakti hesaplangan. Bizden Novruz hiç kadar dini akide bilen muhasebeti yok. Uçakta ben bay degandek tabiat hadiseleri, yılının müçel sani, coğrafyalık zonu boyunca müçerlep bu şu yıl vakti belgilgen. Yani coğrafyalık zonu cihetten Şarkı yerin şarının illik belvada yaşaydıgan milletler, cümleden Türkiye kabiller ve Paris'i milletlerden bulup 30 millet Nevruz'un yeni yıl kılıdı. Andın bizim bu Novruz işlep çıkarış bayramı. Şunun için bizim konular hut, ketmen sepini tut, amel kirdi deydi. Bu dixançılıktan başlanganlığından derek verirdi. Andın Mart'ta bütün mal varan bulup bu koy kala tölleydiğen vakt. Yani Mart ayında. Çünkü tabiat yaşırdı, kökleydi, kökçöp çıkıdı. Muşu kanuniyetini bizden ağıllarımız pemlep, öz zamanısında yaz, kış dep iki peslige, onundakin asman hadisesi boyunca aynı eyliklap çıkan andakin heptilerini. Şunun için bizden halkımız bu Novruz'unu yeni yıl bayramı kılıp kelip atıdı. Bu aslında biz kışık vaktida Kabak köydeydi deydiğen bu soğuk qo'llashning bir alametiydi. 38 yili Jallat Shinsay bu Novruz o'tkazishni cheklab etgan. Shundan keyin bu Novruz qilinmadi. Partiyamiz islohot va ishni echitish siyosati yo'l qo'ygandan keyin xalq qoltidan qat ko'tarib 78 yildan boshlab Navro'zni aslidi. Şundan buyan Novruz
televizyon ekranları çıktı, restoranlar kurdu, mahallelerde ötkazdı. Aldığın yılı bütün Şinjan'da 17 ayda Novruz ötkazgan. Şunun için bu Novruz fakat da cemaat ortasında asli geldi ama hükümet aparatları tarafından resmi bayramda bekçiliği yok. Benim müracaatim bu şu sorunu yığılgan cemaat mümkün olsa Abdurrahman Halk Kurultayı'nın Dami Komitesi'ne ve Siyasi Kengeş'in Abdurrahman Komitesi'ne bir müracaat sunuşunu iltimas kılıman. Hemmelerine rahmet. Makanda peyda buluptu bir gayip ana şirin düş gördüm tekli makanda peyda buluptu bir gayip ana Kemri alemge tarap ketkide onun avazı altın kuldurma Kemri alemge tarap ketkide onun avazı altın kuldurma o dedi kelmez ömür kar beni kayıt keldi ey lekin kar valla kumdum üstüde kalmaydı izler kumdum astıdı parlar armağanlar kumdum üstüde kalmaydı izler kumdum astıdı parlar armağanlar Ümmet bağışlar seher kuyaşı şol çiçekler ey yavaş çiçek çağlap yatar yolgun zminni Toğraqның suyu dava yürekке Çağlap yatar
toğraqning suyi dava yurakka toğraqning suyi dava yurakka Ömercan rahmet. Allah katlayamızın. Rahmet. Şimdi anılarımızın vekili, bizning anılarımız içinden çıkan tilshunos alimimiz Amin G'appar xonimni ikki kalima so'z qilib berishga taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetli aziz mehmonlar, bugün medeniyetimizin nurluq bir türü bo'lgan No'ruz bayrami munosabati bilan bu yerga yig'ilib o'tiribmiz. Mushundaq bir yaxshi kunda, mushundaq bir qutlug' kunda haqqasingizlar bilan birga bo'lganligim uchun nihoyatda xushalman. Mushu munosabat bilan barliq mehmonlarni No'ruz bayrami munosabati bilan tabriklayman. Şunun bilan birga bugungi bu so'rinni uyushtirgan Miraj şirkatiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bizning No'ruz bayramimiz uzun tarixga, shuningdek keng cho'nqur ommavilikqa ega bo'lgan bir qutlug' bayramimiz. Onun xosiyatli taraflari intayin ko'p. Baya olimlarimiz bu jihatda ko'p to'xtaldi. Bugun hamda mushu so'rinni uyushtirgan Miraj şirkati alayda birinchidan o'zlarining mushu şirkatni gullantirib qo'lga kelgan natijalarini yoldaşlarga aytish bilan birga yoldaşlarning hammalarning mehmonlarning No'ruz bayramini ko'ngillik o'tkazish uchun mustaq bir imkoniyatni yaratganligini aytdi. Biz mushundaq jur'atlik, shijoatlik şirkat korxonchiligimizdan faxrlanamiz. Bugun mushu imoratda o'tirib ko'rdikki, birinchidan bu imorat rasmiy bizning an'anamiz bo'yicha, milliy uslub bo'yicha silingan bir o'rda. Shuningdek, tamoqlarimi bizning an'anaviy tamoqlarimizni asos qilgan mana bir mayli xalqaro bo'lsin, mayli o'z ichimizga bo'lsin, bir namuna ko'rsatadigan bir o'rin bo'libdi. Buningdan biz nihoyat xushal. Bugun No'ruz bayramini xotirlaganda şirkatni qurg'uvchilarga yanımı madad tilab, yanımı ishlarining o'ngishli bo'lishini, yanımı ro'naq tepishini tilaymiz, umid qilamiz. Shuningdek, bugungi so'rin qatnashuvchi mehmonlarning hammasining salomat bo'lishini, ishlarining o'ngishli bo'lishini tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Bizning No'ruz bayramimiz azaldan shoirlarimizning mushoirlari bilan o'zining ma'nosini topgan. Hamda ustoz shoirimiz Hoji Mirzoid Kerim apandini sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetli ustoz, olim, adib, san'atkor do'stlar. No'ruz markasining gultaji bo'lgan xonim qizlar va Miraj şirkatining azimatlari. Men ulug' olim bo'lmiz Yusuf Qasajib Mahmud Qashqarining ana yurti bo'lgan Qashqar xalqining salomini ilib keldim. Assalomu alaykum. Bizga Qashqarga yettimizga taklifnoma beribdi ekan. Ulardan
shoir Tahir Talib, Ablat İsmail, Tursunbek İbrahim ve Fakir geldik. Hacı Ahmet Kolçikin, Tursun Kadir, Ayşem Kayyım'la selametliği yar ben gelmek için kilemedi. Ulanın kızgın, samimi salımını yollayma. Hemelerinden Navruz bayramına mübarek olsun. Bu hasiyetlik Navruz bayramı münasebeti bilen peshqadamlarning bir yerga jam bo'lishimiz, ajdodlarning ruhini xush qilg'isi, avlodlarga umid, g'ayrat baxsh etgisi va davomlashtirgisi. Men bu so'rini tashkil qilgan xalqimizning mardonlariga, ya'ni Miroj shirkatining azimatlariga chin qalbimdan rahmat aytaman. Hammalarining umriga barkat, xizmatlari muvaffaqiyat, hayotlari xotirjamlik tilayman. Rahmat. Qashqar xalqining salamiga rahmat. Endi ustoz shoirimiz Tahir Talib efendini qizg'in chavak bilan taklif qilaylik. Assalomu alaykum. Mushundaq qutlug' xushallik kunda men hammaylarni bir kuldugidek, xo'sh qiyg'idek bir narsa elib kelgim bordi. Lekin o'zimda bor narsa unda bo'lmay qoldi. Shunga shuni qanday bo'lsa shuni o'qib beray. Mehmon biz hammamiz mush dunyoga degan she'r. Siz mening mehmonim, men sizga mehmon. Men sizga muhtojman, siz menga ba'zi. Sizda suv yetarlik, menda o't yolqin. Siz menga taqazzo, men anga ba'zi. Siz mening mehmonim, men sizga mehmon. Bir yerda yursakmi shundoq hamisha. Oy kundek müküşüp yursakmi pinhon. Yaşashning istiki o'rtaq hamisha. Siz mening mehmonim, men sizga mehmon. Shuni men suvayman sizga üzümni. Kim bile, etila kim ba kimim yok. Görelmey kalamsız tehi yüzümni. Siz mening mehmonim, men sizga mehmon. Azidar bo'limiz baldur birimiz. Sizga mo boshqalar chiqar oq bog'lab. Shundoq o'chirasiz ketib turimiz. Siz mening mehmonim, men sizga mehmon. Mehmon biz hammamiz mushu dunyoga. Mehmon biz, mehmondek o'tayli do'stlar. Issiq nur berishib chigik dillaga. Tugide rahmat. Rahmat. Endi il xalqining o'tliq qizg'in salomini elib kelgan hozirgi zamonning Nasriddin efendimiz, ustozimiz İsam Qurban aka bilan uning yetuk shogirdi Akramni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Navro'z ahli, Navro'z bayramlar muborak bo'lsin. Bugun Ilidan İsam akam ikkimiz keldik. Yana Ablat Abdulla aka qadam tashrif qildi. Muhammadjon Rashid akamiz kasal sabab bilan azroq uzr qo'yib kelanmidi. Shunlashqa oldi bilan hammanglarga Ili xalqining salomini yo'llab o'tay. Rahmat. Endi bizningki ustozimiz bo'lgan Uyg'ur xalqininki hozirgi zamon Nasriddin efendisi İsam akaning og'zidan bir ikki latifa anglaylik. Qani marhamat. Assalomu alaykum Navro'z ahli. Men hozir Navro'z ahliga bir ikki latifa deb beray. Men Qashqarga bordim. Qashqarga o'yin qo'yg'ini berib, 3 parcha gilam olay deb bir gilamchining dukuniga kirdim. 3 parcha gilamni so'zlatsam
2800 so'm dedi de ben 2100 so'm berey. Desem 50 so'mni elip kolumga urdu. 50 so'mni kolumga urgandı ki 2100 so'mga beripti de dep oylaptım ben. Ma 50 so'm çocuğu pulları kalsın. Müşahidin azırak mansla boru bazırı var şey berip bakanlar dedi. Biz inerce adamlar bilen Kaşkağa oyun koyunu bardık. Oyun koyunu bağanda Ömercan dedi şu Kaşkağa tümende yarsın ekip etsen nereden çıkarsan sen dedi. Bunu repet sıkılmayan nerse ve ne dedin ha Ömercan desem Kaşkağa tümende yarsın ekip etsen nereden çıksa dedi. Ekip verip ilide öydikilerinin çelikliği çıkama. Ben Süydüngü verip kaldım. Süydüng'de bir toyda yaş vaktimiz kattık içip mesuf kaptım ha. Şununla Süydüng'den balları yine bir yerde toy var dedik o. Yer veriptim ha. Eğerdi ki Arak'ın küçüğü bilen yani alamet kız süttüm ben de. Kız bulup bu kimle üye desem hazır ki benim ayağımda koyuvetki adamla üyken de o. Kelip tırla örtme. Zemini kan bana tekkeni hoş olsun ki, bırınkı yol ki, sert bir taz ki. Hep tırla örtme, sakçının makinesi ekip koygan. İslam ki, tazda tırla verme, onun dadam buldu dedi. Sonra gelip öydikiler dedim. Bana tekkinin hoş olsan oldu ki, bırınkı yol için sert bir taz ki. Sen taz olgan bile salafetlik dedi. Rahmat, İsamkam rahmat. Onda olsa hürmetli köpçülük memmu, şu İsamkamның avazını doğrap bir işkiler tepet berey. İsamkam bilen oyun koyup janıp bagaqtımızda bizden ait yaxşı kütüp aldı. Kütülüp çoğun bir sorun hazırladı. Hazırlagan ekan bir kishi İsamkamga şunda qarab o'tirib ketib, axiri yine kelib, "İsamkam men to'ndilimi?" degandi. "Yo, to'ynamadim" dedi. Burun şu Davutcan Nasır bilen bizning jutqa kelganda men sizni uyga ayrim bir chaqirib mehmon qilgandim. Sizning chaqchaqlarni anglagan, naqshi Davut ekanligini anglagan degan. "Yo, u chaqda men sizning uyga kirganda qilmadim, esimda yo'q" dedi. Umdaroq o'ylab baqsa shu chaqda qo'y so'ydim, to'qo so'ydim, beliq akeldim degan. "Yo, nim deydi, neydi? Qo'y yemedim, beliq yemedim men, esimda yo'q" deb maya qarab o'tagandi. Bopda asrdan chiqib qapti. Shu chaqda men sildim ben münkoy qazab turgandiz. To'xta, endi esim kelib o'tadi. Men İsamkamның burun bir ayoli o'lib ketdi-da. O'lib ketdi-ki, bu ayolga ancha yig'lab qo'ymabdi. Yana 6-7 oy o'tgandan bir eshigi o'lib qapti-ki, shunda yig'lab ketdi-da. "Voy eshigim, Haruni umdan so'rab etizga yaxshi mangdiga eshigim" deb yig'labdi-ki, qo'shnilar kirib, "Voy İsamka, nim qilganingiz bu? Ayolingizga ancha yig'lab qo'ymadingiz? Bu eshak kim og'iz ochgan nadi bo'dingiz?" "Ahmoq, bizning ayol o'lib ketganda qo'shni qo'limlar rahbarlar kirib, "Savri qiling, sizga yana bir ayol ip birimiz" deb rahbarlik men bir ayol ip berdi. Ma eshak o'lganga bir oydan aşağıda bir adam kirib eshak ip biray demaydi dedi. Ahırda yana bir latib deb beray. Ikkinchi dunyo urushida Sovet ittifoqida hamma millatlarni urush qatnashtiribdi-da. Uzun okopni qo'labdi, qo'ral tutib yotadi ekanda, bir o'zbek bilan bir qirg'iz bir okop yotadi ekan. O'zbek maqtindi ekanda. "Mening vatanim paxtazorlik" desa qirg'iz. "Mening japchashil joylar. At bar, kala bar, siyir bar, to'gi bar" deb maqtnavasa, nemisning tanklar ta kelib qopdi. Qirg'iz "Vatan uchun" deb o'rinda qopsa o'zbek, "Ay qirg'iz, yot, bu sening vataning emas. O'lasan senga o'q tegadi, yot deyman" des. "Mayli, o'lsam o'ldim. Alg'a" deb chiqibdi-ki, bir tal o'q uchib kelib, yampashning yerimini shilib akibdi-ki o'zbek, "Ay qirg'iz, vatanim deb ko'taningdan ayrilding" deb. Rahmat ko'pchilik, rahmat. Ama G'uljining yana bir salım voqean men o'qiydi. Hurmatli do'stlar, qarindoshlar, hammanglarning Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin.
Aslida bugungi so'rinning sohibxonlari bu katta ma'rakaga meni taklif qilgan ekan, lekin salomatligim yor bermay bugun bu so'rinda har biringlar bilan birga bo'lolmadim. Buning uchun intayin xijilman. Shundaq bo'lsa-mu sohibxonlarga tashakkur bildirish, ko'pchilik bilan g'oyibona didarlashish va Navro'z bayramini tabriklash maqsadida Navro'z Dehqon bayrami degan oddiy bir parcha she'rimni talantli shoir inim Muxtar Bug'roning o'qib berish uchun avatdim. Qabul qilishinglarni va meni o'zinglar bilan birga deb tushunishinglarni umid qilaman. Hurmat bilan Muhammadjon Rashidin 2009-yil 3-oyning 20-kuni G'o'lja. Navro'z Dehqon bayrami Muhammadjon Rashidin. Navro'z keldi shoirlar qalamlaring taq bo'lsin. Yozar bo'lsang tasviri bir daftarga sig'maydi. Qo'shoqlarga qatqan deb etizlarni ehtimol shoir kesi dunyodan avval dehqon yig'laydi. Ikkimizga gunohdir untilg'ini dehqonning. Qadoq bosgan qo'lidan yumshoq nonning chiqqini. Şunu dep yür tektingni nadin desi sahrodin. Biz bulaylı dehqonning qerindishi tuqqini. Chiroyliq et, o'ngliq et, naqshi esang cho'lpalla. Yaxshi andin cho'lpan sen, etqan naqshang dehqonga. O'telmaysan ogoh bo'l siniqidin sahroning, bulolmaysan jing cho'lpan moda naqshi etqonga. Dehqon degan Xizr xaq, podshoh xaq, vazir xaq. Kelkin kelsi, jut kelsi avval yurtni o'ylaydi. Quyuligini az emas qo'ymichig'i ularning, quyulsimi o'zlari amma haqni qo'ymaydi. Quvvat talqon deganlar kirib chiqmas yodiga. O'ylamaydi azaldan o'z rizqidan boshqani. Ikki eg'iz o'y solsa bir eg'izi mehmonning, sexiylikdir bahorda uruq bilan chachqini. Anlab qaysin baylamo Navro'z nomi bu yerdan, ko'rib qaysin dehqonni yiroqlardan kelganlar. Untumusun sahrani bir yillari sahardan, osh to'q chiqib binamda oylab boshaq tergella. Navro'z degan dehqon bayrami, Navro'z etiz bayrami, kuchib chiqar etizga mahaldin ovatliq. Xizr degan sahroda, Xizr degan etizda ro'noq topgan asida etiz bilan hayotliq. Qozonida qaynaydi 9 xuruch Navro'zning. Tasvirlasam, maqtasam ilonmidir deb qalmang. Tishqi doğru dehqonning etgan eshi azaldan ishmaganlar birchina keyin pushmon yeb qalmang. Rahmat. Yetuk tilshunosimiz Abdurup Polat efendini taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Navro'z ahli. Bugungi dunyoda Uyg'ur bayada Navro'z qutlamasi, Navro'z bayrami bor. Şu tapda Beijing Merkezi Milletler Üniversitesi'de Navro'z bayrami kutlanıyotidu. Ben Beijing'de milli medeniyetimiz için hizmet kılayotgan ilim ehlileri vakalatten şu soruğun teklif kılgan Miraç şirketi liderlerine çin kalbimden rahmet eytimen. Böyle biz Beijing'de devamlı okuyotgan bir nakşinin tekstini okuyayım. Obal art teğeden balkıgandı gün, nur imip illedi Uygur zemini. Çillidi alemge irpan xorizi, Kaşgarlik Mahmud bu ilimnin piri. Esirler koynada sınaldi divan, alemni söydürdü onun kımmeti. Mün yıllar ötüp mu unutulmadı hiç, Möcize yaratkan alim himmeti. Şunlaşka 2008 yıl ataldı deb Mahmud Kaşgari yılı. Dünyavi şarapet küldürdü elini, yaşnadı şatlıktın Uygur'nun dili. 1000 yılga kut yene, 1000 yılga plan eli kollarda igiz. Evlatlar beside nusret cilvesi. Kaşgari vatanning abida teşi, Mahmud bar Uygur'ning mengu tik beşi. Rahmet. Endi Ateş yurtunun vekili, peshqadam ustoz shoirimiz Abduxoliq Uyg'ur shunos Muhammad Shoniyaz efendini Idqut xalqining Navro'zlik salomiga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli No'ruz ahli. Assalomu alaykum, mushu dangliq, güzel o'g'an, xuddi shohlarning ordusidek saltanatlik Miraj hasdorlik cheklik shirkatining mushu katta binosini vujudga keltirib, kundan kunga, oydan oyga, yildan yilga berketlik savdo qilib, diyorimizda tunilgan Miraj shirkatini qurgan hurmatlik azimat Kerem Mahmud Hacımga hem Abdüzahir Damıllacım başlık barlık payçıkla hektarlarga Abdühalik Uygur'un yurtu olan Üzümzarva'da güzel Turpan'daki her millet halkının ateş kaliplerden çıkan güzel tileklerini, kızgın salımını, hürmet, muhabbetini yetkizmen. Ben muşu tapta intayın hayacanlık kalbim bilen muşu yurtumuz Ürümçideki cümleden bütün Şinjan'daki muşu dağındar Miraj şirketinin muşu şirketini kurulan azimetlerinin yaratkuçunun hidayeti bilen texmi köp ravaş tepip kündün günge yıldan yılga aydan ayga runak tepişini tileymiz. Heminize rahmet. Rahmet. Hem anı yazgıçılarımızın vekili hem Kumul halkının vekili Ustaz yazgıcı Ayşem Ahmet Hanım'ını anı yazgıçılarının No'ruzluk salamığı teklif kılımız merhamet. Hürmetlik mihmallar. Hemmelerinin No'ruz bayramıga mübarek olsun. Ben bu yaktan hesaplaganda Garipning, ayaktan hesaplaganda Şerikning tarixten beri bir darvası bolup kelyapatkan Kumul diyaridagi emgekçi Kumul halkının otluq salımını yollayman. Bugün ecdatlarımızdan davamlaşıp kelyapatkan annevi bir No'ruz bayramı. Bu No'ruz bayramı uzun tarihi ega bo'lgan, kollektivizmlik ruhga ega bo'lgan, milletimizni ittifoqlik, inoqlik, birodarlik, hamsuhbatlik, yana odamgarchilik asosida tarbiyalab kelayotgan bir maktab bo'lgan No'ruz bayrami. Bütün odamlar va bütün jonliqlar No'ruz bilan ko'kligan, ham No'ruz bilan gullagan, No'ruz bilan yangilangan. No'ruz olamning baxt onasi, No'ruz shodlik va baxtning xazinasi, No'ruz odamlar qadrini namoyon qilguchi degan ta'rifotlar bilan ta'riflanib kelgan. No'ruz bayramining xislatlarini aytib ko'p. Men bugun mayaga kelib, bu xon saraylaridek yoki bo'lmasa podshohlarning saraylaridek silingan bu imoratni ko'rib va xushal bo'ldim. Yani bu imoratni qurgan hojimlar guruhini ko'rib, ulardan bak faxrlandim. Uyg'ur millatimizning ichidan mushundaq hojimlar, mushundaq tijoratchilar chiqib, Uyg'ur millatimizning sohasidagi ruhini ham bu sohadagi kasbni gullantiryapti. Men bu avlodlarimizga rahmat aytaman. Ham Miraj şirketining buningdan keyin gullab rivojlanishi, taraqqiy topishi uchun oliy tiligimni bildiraman. Rahmat. Rahmat. Hamda Aqsu xalqining salomini elib kelgan aziz kamni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Alimlar, ustozlar, xonimlar, hammanglarning No'ruz bayramlari muborak bo'lsin. Aqsudan Tunyaz efendi bilan meni Muxtar Bo'g'ra efendi alaydan taklif qilib ekan. Tunyaz efendi vaqt yar bermay yetib kelmay qoldi. Aqsu xalqiga vakolatan, Aqsudagi mehnatkash xalqqa vakolatan men mushu No'ruz bayramini tashkillagan
olimlarga, Miraj shirkitining qurg'uvchilariga ko'pdan ko'p nuruzliq salom yo'llayman. Hammalarning tinning salomat bo'lishini, ömrünün uzak buluşunu tilayman. Hoş. Aksu halkının No'ruzluq salamiga rahmet. Endi ustoz san'atkorimiz, hem ijodkorimiz, hem o'rinlig'ichimiz Iminjon Yusuf Hojim akamizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Seni bekip koşkan katarga eriştirgen pesli baharga Seni bekip koşkan katarga eriştirgen pesli baharga yetiştirgen pesli didarga o senin atan o senin anan eriştirgen vesli didarga o senin atan o senin anan Gözleri xire Bilih yadet Bana almay üre Emdi onun gözleri xire Bilih yadet Mağalmay üre Yokluğumdan Hürmette bre O senin atam O senin anam Yıllar uzar, yaşlı bir öter Sinni ömür hazan ikter Yıllar uzar, yaşlı din öter Sinni ömür hazan ikter Haddinle onu beşinde küter O senin atan O senin anan O senin atan O senin anan
Eminjon Yusuf Hajimkamga rahmat. Men elib chiqqan bu mo'ysipit otimiz bizning hozirgi zamon peshqadam ustoz adabiy tarjimonimiz Lo'shunshunos To'xtibaqi Artish akamiz bo'ladi. Bu akamiz 100 yoshga yaqinlashish oldida bizga No'ruzlik sovg'a sifatida mehmonlarga tehi tunugun nashrdan chiqqan Ko'ngildan ko'ngilga yo'l nomli kitobini No'ruzlik sovg'at qilib olib kelibdi. No'ruzlik sovg'asiga rahmat. Mehmonlarimiz qaytish oldida bayatin imzo qo'ygan o'rindan To'xtibaqi Artish akamizning No'ruzlik sovg'asini olib ketishni unutmayli. Rahmat. Marhum rahmatlik otimiz rahbarimiz Ahmadjon Qosimiy apandining qizi doktor bizning tabiiy fan olimlarimizning vakili Adolat Qosim xonimni bir ishki qiz No'ruzlik salom berishga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum so'rin ahli. Men oldi bilan hammamizningki o'zim shuning ichida bizning ulug' Nuruz bayramimizni tabriklash bilan birlikda avval opam Maynur xonimning salomini hammalarga yetkazmoqchi. Opam bugun uyda mehmon bo'lib qolganligi uchun, ya'ni o'xshashlar bizningki ochsinglar Nuruz bayramini sizning uyingizda o'tkazamiz deb talab qilganligi uchun uyda mehmon bo'lib qo'yib kelamidi. Men bu salomni yetkazishni havola qildi. Hammasiningki bayrami muborak bo'lsin, hammasining salomatligi yaxshi bo'lsin, hammasini Alloh o'z nazarida obdan saqlasin degan salomni minglarga yetkazdi. Rahmat. Endi baytin so'zlayotganlarning hammasi ijtimoiy fan yoki ya'ni so'zni tadqiq qildiganlar so'zlab keldi. Endi baytin men deyapman, biz tabiiy fanchilar yengimizni turib ish qilsaqli bo'ladi. Endi bu yerga gap qilishga mening tilim qisqa, gap qildiganga so'z boyligim intayin oz. Faqat mening demoqchi bo'lganim bu Miraj yemak shirkatninki bugungi mushu faoliyatni o'rinlashtirishidan men o'ylayman, mening mushu so'rin qatnashgan hammamiz intayin xush bo'ldik. Baytin nurg'un odam buni deb o'tdi. Endi bizning texnik xush bo'lganimiz bizningki butunlay zamonaviy, nihoyat saviyalik mushundaq bizningki madaniyatimizni, bizningki qinimizdagi bak go'zalligi bo'lgan intilish bilan bizningki butun yer sharidagi hamma xalq intildigan yemaklikka birlashtira olgan mushundaq bir Mirajningki bizning malika qolganligi bizni ham xush qildi. Mushu Miraj do'stlik saroyiga mashaga o'rinlashgandan keyin balki mashada kutuvchilar bilishi mumkin. Agar azbra xudo deb qo'l elishib kasanglar, kunda degidek tushda bizning doktorxonaning, bizning maktabning odamlari mashada oziqlandi. O'zinglar bilasizlar, hozir bizningki yangi zamonda bizning ichki o'lkalar bilan, chet ellar bilan, butun dunyo bilan bo'lgan aloqamiz cho'nqur qo'yiqlish orqali bizning yurtimizga gulanayotgan vaqtda bizning maktabga bir kunda keladigan mehmon Amerikadan tortib Afrikagacha, Bejindan tortib Shizanggacha hamma yerdan odam keladi. Ham o'zimizningki Xinjiangning hamma yerdan odam keldi. Biz kelgan mehmonlarning mutlaq ko'pchiligini mayli hukumatning mehmoni bo'lsin, mayli ma'lum bir kichik kollektivning mehmoni bo'lsin yoki shaxsiy mehmonimiz bo'lsin, biz asosan mashaga akelamiz. Bu akelishimizning sababi bu o'rin bizningki millatni, bizning Xinjiangningki mohiyatini butun dunyoga tanishtirdi. Ikkinchi sababimiz bu yerga kelganda burunqidek qo'saqni to'yg'izish emas, huzurlanib oziqlanish. Üçüncü jihatdan aytganda biz butun dunyo xalqiga biz mushundaq o'zimizning go'zal yerlarda nihoyat o'lchamli tomoq yeganligimiz uchun bizning Xinjiang xalqi kelganda burunqidek qo'saqni to'yg'izish emas, huzurlanib oziqlanish. Üçüncü jihatdan aytganda biz butun dunyo xalqiga biz mushundaq o'zimizning go'zal yerlarda nihoyat o'lchamli tomoq yeganligimiz uchun bizning Xinjiang xalqi jo'g'rafiya sharoiti intayin nachar, iqtisodimiz taraqqiy qilmagan bo'lsa-mu biz yana go'zal yashay oldik degan narsani muayyan qilamiz. Endi yana birsi eng qisqasi oddiysi bizga intayin yaqin. Biz masalan Ardacho'ziga, Yangi yo'liga yoki boshqa o'rinlar berish uchun bizga qatnash kerak, bizga vaqt kerak. Ammo bizda buning har ish kelisi ba'zi vaqtlar qisqa bo'lib qoldi. Shuning uchun bizga nisbatan aytganda
ikki bekat yo'lni berkib oziqlanish, me'morlarimizni oziqlantirish qisqa vaqtda biz yetmoqchi bo'lgan maqsadlarga asosan yetish uchun bu so'rin bizga jiq yordam qildi. Endi bugun shu so'rin orqali bular o'zlarim tashviq qildi, bularni texmi ro'naq tap qo'ysa. Men o'ylayman, bizning Uyg'urda bir gap bor, yomg'ir bilan yer ko'kirdi, duo bilan erdaptika. Endi Kerem hukümimiz ve önünki şerikleri bugünkü so'rindagi kishilarning duosi bilan texmi gullab ketadi. Hem mushuni mangu saqlab qilib, biz ve bizning keyingilarni me'morlarni davomli mashaga yo'qlash akilishga texmi gullantirishinglarni umid qilaman. Rahmat so'rin ahliga. Doktor Adalet Xonimga rahmat. Endi biz ekranlarimizda anıllarimizning obrazi olup hammamizda anığı boğan muhabbetini köstüvatkan pişqadam sanatkarımız Zunun kız adamını işki kelime Noruzluk sözü teklif kılımız merhamet. Assalamu aleyküm. Bugünkü muşu Noruz bezmige katnaşkan pişqadam hanımla, efendiler, hemmanlarının Noruz bayramı mübarek olsun. Bugün ben müşahedeki utağan ayallar vakaleten bütün Afnum rayonumuzdaki çoğun küçük ayallarga Noruz bayramını tebriklep salam yollayman. Hem bugünkü sorunu uyuştuğan Miraç şirketideki hacimlarının tenige salametlik tileş bilen ularının baskan izlerinden gülle ünsün. Aileleri hatırcam olsun. Bu Miraç şirketi bütün dünyaya nam çıkasın. Anımızga rahmet. Sorunumuzda birbirimizden katta, birbirinden töhpikar, birbirinden isil atıllarımız var. Ula nurgun ügütle, nurgun hikmetle bilen tolgan. Ularını birbirlep teklif kılsak bizning arzuyimiz edi. Ammo peshqadamlarning vaqti dam olishini har xil ishlarni ko'zda tutib, biz peshqadamlarning hammasini so'ringa bir-biridan ichqanmaganligimizga Miraj shirkati sizlarga hijolatchilik bilan salom beramiz. Hamma peshqadamlarga, hamma ustozlarga vakolatan, hamma mo'ysipitlarga vakolatan peshqadam rahbarimiz Yusuf Eysa akini ikki kalima Noruzluk sözüge teklif qilamiz merhamet. Assalamu alaykum yo'ldoshlar. Bizning qadimgi ustozlarimiz, olimlarimizning bir so'zi bor. Ustaning oldida qo'lingni tat, ustozning oldida og'zingni tat deb. Ben burun sıcağın hinbirim boğan bu sanma, bugün yığın katnaşqanlar hammisi meningden aqsaqal, seviyesi yuqori, hürmetlik, bilimlik yoldaşlarga, şuna ben gaqimay teş oturay degandim. Lekin yoldaşlar bilan birga bugün bu bayramımızga qatnashib, men yoldaşlar o'xshash do'ppini kiydim. Ben xeyli uzun bo'ldi do'p kiymaydigan, bugün do'ppini kiydim, xiyolimda o'zimga hal qilmashdi, yarashdi. Yeni birisi Noruz işini işkendin keyin, bu Noruz işi menga ta'sir qildi. Yeni birisi yoldaşlar so'zlagandiki, yoldaşlarning so'zlari menga ta'sir qilib, menga biraz ilham keldi. Şuna endi başka vaqtlarda so'zlab, bu o'zimizning Noruz bayramida so'zlamay o'tirsam biraz endi beyapuqaqdak xijilib o'tirib, ama oxiri ikki og'iz gap qo'yay deb menga chiqdim endi. Menmi yo'ldoshlarga o'xshash zo'r xushallik bilan o'zimizning Noruz bayramimizni qizg'in tabriklayman. Shu munosabat bilan Avtonom rayonimiz Şinjan'daki Noruz bayramı o'tkazgan her millet halkıga chin ko'nglimdan rahmat aytaman, bayramingizdan tabriklayman. Noruz bayramı hakikaten bu intayin ahamiyetli bir bayram ekan.
bu tabiat bayrami, madaniyat bayrami, ishlab chiqarish bayrami. Bu bayramni yo'ldoshlar yuqorida Emin Tursun Pishqadam akimiz buni avtonom rayon rahbarlikka inkos qilib, bu bayramni maxsus mashna o'tkazadigan, hukumat e'tirof qilib, maxsus o'tkazadigan bir bayram o'rinlashtirib olsa degan taklifni qildi. Men bu taklifga qo'shilaman. Ham yo'ldoshlarmi hozirgi boshliqlar bilan yaqin o'tdi. Men ular texim yaqin o'taman. Burun birga ishlagan, hozir demasammi, telefon bersam ha deydi ular. Mana o'g'ankan yo'ldoshlarning fikrini men yetkazaman. Endi mushu masalada sizlar Alqam Ahmad, sizlar bir yozuvchi o'g'ansiz obdan bir dolilik materialni yozib, yugungning tag'ini yutishi ayni vaqtida Xudoning ta'sirlantirgan bo'lsa, bizning bu taklif fikrimiz hozirgi boshliqlarni ta'sirlantira oladigan, ayya xinxo deydigan mundaq bir saviyada bir dokladni yozib chiqsangiz, men bularni izlab yurib buni bir hal qilsak, bu nihoyat yaxshi fikr bo'ldi. Bugun mundaq o'tirib qarasam, bizning nurg'un pishqadamlarimiz shundaq bilimlik, bular biz millatimiz uchun, davlatimiz, avtonom rayonimiz uchun zo'r boylik odamlar. Manda qarasam, bu yo'ldoshlar yoshga cho'nglab ketibdi. Chechi oqirib ketibdi, tishi sag'rib ketibdi, ba'zi kasallarga giribtor qolibdi. Endi bularni qutqizish intayin muhim masala. Ömrini uzartish intayin muhim masala. Shunga bu jihatda butun jamiyat ko'ngil bo'lsak, tashkilmi, ya'ni hozirmi ko'ngil bo'lyapti, bundan keyin bir texmi ko'ngil bo'lish masalasini bir o'ylab ko'rsak, bu jihatdimi tashkiliy ahvolni bir inkos qilib olsak o'qidik. Bo'lmasa, bu jon degan Xudoning, jon Xudoning deganiga odatlik ishinibdiman. Mushu Yishoyanda Sulaymon doktor deb shunda bir yosh doktor bo'ldigan, hamda 60 yosh kirgan. Bu naqsh aytib dutor chala oladi. Naqsh aytib dutorni chalsa, birinchi misrasi bulbul to'la sayraydi davanchingning qo'lida, o'lmayman degan bilan jon Xudoning qo'lida deb tarang chaldigan. Voy bu nima deganing desak, voy aka, endi jon Xudoning qo'lida, o'sha davanchingning maynaqsiga deb. Bu o'tgan yil kasal bo'lib vafot etdi. Uning vafot bo'lishini hech kim o'ylamagan, teni shunda saqdi. Demak, bu jon degan, bu obdan saqlamasak, o'zimiz tirishmasak, Xudoyimning qachon og'iz kelsa shu kamda oladi ekan. Endi Xudoyimni ta'sirlantirish, astaroq elish uchun qanday qilishimiz kerak? Jonni asrashimiz kerak. Xuddi pulni iqtisod qilib ishlatganga o'xshash, jinimizni iqtisod qilish kerak. Hagiz jinimizni isrof qilsak bo'lmaydi yo'ldoshlar. Jon degan mo'yliq normalik, 30 yil biz ochliqni normalik qilib kunda bir jin oshaydigan jinimizni xuddi shu bir jin oshigan iqtisod qilib obdan asrab uzun umr ko'rishga hammamiz tirishsak. Jon Xudoning qo'lida, Xudo qanday qilsa shunday qildi desak, Xudo andan obdan tutmasak jinimizni, isrof qilsak, yaxshi o'tkazmasak, mana apkasim ap ketadi. Shunga shu jonni asraydigan, uzun umr ko'radigan ishni doktorlarimizmi xizmatni texim obdan ishlasak, avay bir Joshu xonim, Adolat xonim bormi? Bu bundan keyin shu yashanganlarni davolab ömrün uzartish masalasini shu endi yanjang bakang bu yerda obdan bir o'ylasak o'qidik. Birsi tashkilmi o'ylasin, jamiyat ko'ngil bo'layli, bola chaqalar ko'ngil bo'layli, yana birsi o'zimizning jinini o'zimiz asraylik. Bu masalani aytmoyim. Yana birsi bu yo'ldoshlar bir boylik, bu yo'ldoshlarning boyligini qizish ishini obdan o'ylamasak bo'lmoqdak. Bu yo'ldoshlar nerq olamga ketkicha hamma insonga foydali boyliklarni mushu yerda qoldirib ketishini umid qilamiz. Endi
qoldirib ketish uchun birisi o'zi tirishishi kerak, yana birisi bu jamiyat tashkilini bir amal topmasa bo'lmoqdak. Abaya nimaniki Vulyanning jushisi hetam jurung'imi dedim. Silimo hetaxun anda mushat o'ylab qo'yildi desak voy bo'ldi, yaxshi gap bo'ldi dedik. Buni ayt yaxshi. Endi bugungi sorunni o'rinlashtirgan bu Miraj Uyg'ur taomlari, tamoqlari şirketi bugün ait yaxshi iş qilibdi. Savobli iş qilibdi. Yilning 5'ida savobli iş qilsingizlar, oxirgacha savob topasizlar. Bu savobning foydasi kelayil mushu kamgacha mushu kun 1 yillik rolini joriy qiladi. Bundan keyin ishingizda texmi ro'naq topadi. Endi bu yerga kelgandan keyin hammamiz xush bo'lamiz. Biz Uyg'ur millatimi qolgan millatlarga o'xshash tarixiy madaniyatimiz, hozirgi madaniyatimiz, tarix ham zamonaviy madaniyatimiz va san'atimiz va millat. Millat. Hech nimani qila olmaydigan millat emas. Qo'limizdan har ish keladi. Hozir mana mushu ishlarni qilishimiz bizning ota-bobolarimizdan qolgan ilg'or texnika, ilg'or san'at. Naqsh deymiz buni. Shunaqmi naqsh san'ati. Yani birisi endi hozirgi zamonaviy bilan qadimqini birlashtirgan. Ammo shunda amalga oshirishda birisi partiyaning to'g'ri milliy siyosati qo'lingdan kelgan yaxshi ishni qanchalik qilansang, shunchalik qilsang bo'ladi. Bu yo'ldoshlar partiyaning milliy siyosatidan to'g'ri foydalangan. Islohot etish siyosatidan to'liq foydalangan. Beadil echib qolmasin, Malayziyadan do'konni ochgan echibdi. Bu nagil berib qilsa bo'ladi. Buni ayt yaxshi. Birisi siyosat yaxshi, yana birisi biz an'anamizni joriy qildirgan, o'zir tirishgan. Yana birisi mush otish ruhi. Otish ruhi bu. Buni ayt yaxshi. Men shunda o'ylayman, agar Xinjiangdagi bizning asonliq millatlar bo'lib Uyg'urlar atishning ruhidan yerimidan foydalanadigan bo'lsa, biz allaqachon boyib ketamiz. Ba'zilar atishni ko'z kelmaydi, voy atish andaq mandaq deb. Mening so'g'anma atishni men yaxshi ko'rim. Atishning odamlari birinchisi kallasini ishiltadi. Bu ishni qilammi, qilmaymi? Foydasi bormi, yo'qmi? O'ylab bir ish qiladi. Ikkinchisi jabo mushaqqat chidab ishlaydi. Uchinchisi o'zaro yordam qiladi. To'rtinchisi tirishchanlik, iqtisodchilik bilan ish qiladi. Bu mening o'ylaganlarimda shu atishni odamlar har ish qilsa o'ylab qildik. Atishning atrof hammasi mana nima? Soy. Aşa kirgan kunlar bir anda boq. Bu atish xalqiniki jafo mushaqqat chidab ishlaydigan ro'yining bog'lig'i. Yana birisi bular ma'rif ko'ngli o'ladi. Tulxutumni bolasini o'tir maktabga o'qitdi. Yerda savodsi yo'q, yerda divani yo'q. Shundaqmi? Yana birisida andan bular o'zaro yordam beradi. Men shu ishkirsiga bo'lsam, 1,5 kun vaqt chiqarib, ishkirsiga berib ishlayotgan savdogarlarni yo'qlab qo'yma. Qanday qilding? Ziyon tatqini, chataq tapqini boshqa yurtlar bizning yurtdan bo'lgan. Endi atishdan ziyon tatgan birimi yo'q. Hammasi foyda olgan bular. Atishdan foyda oldi. Masalan bizim turpanni oldigan bo'lsak, shuncha jafo bilan uzumni ishkirsiga apirib tatib, pulni yig'diganda o'z yig'may boshqa birsini yig' deb, ashuni hisob qo'ydik. Shuni u pulni yanchi hisob qilib ketdi. Aldam qo'shiraydi. Oxir bir yig'lab qaqshab nurg'un taraflari bor. Hatto men mush atishga berib, ba'zi erlari ishkirsiga sodiga ketgan, chet elga sodiga ketgan ayollardan so'rab, yo'ldoshingiz bormi desa, bor deydi. Qayerda desak, atiyanda nima Qashqarga ketgan, bozorga ketgan. Herkes başka yerden ayollari bo'lgansa, erin qayerda desa, voy er ketgan 3 yil bo'ldi, bizni unutib qoldimi, nima bo'ldi, xatmi yozmaydi. Oxiri odam amdan bo'lsa bo'ldi, yomon bo'lsa chataq chiqirdi. Atishning ayollarimi? Yo'ldoshingiz, yo'ldoshim bor, atiganda Qashqarga ketgan. Herkes Olmaotaga ketgan demaydi ekan bular. Shunga men atishga qo'l qo'ydim.
atışning ruhi bo'ldigan bo'lsa, atışdek o'ylab, atışdek ishlasa, bizning xalqimiz xeyli burilib boyib ketadi. Shunga men bularning shunda yaxshi ishlashida partiyaning siyosati o'zlarining tirishchanligi, milliy urf-odat, san'atimiz, atış ruhi birlashtirilgan. Bugun keldik, bir kun shundan obdan huzurlandik. Bugün dastan obdan tayyorlabsizlar. Buning uchun cho'ng rahmat. Bundan keyin buni unutqolmay, odamgarchilikdan davomli bo'lib turdi. Sizlar uchun mandaq ko'pchilikni bir qatim mehmon qilmoqmi anchalik ketmaydi. Shunga kelayilnikini buningdan cho'ngaroq tayyorlik qilishingizdan umid qilaman. Unda bo'lsa yo'ldoshlar rahmat. Endi men shu atishlikni yaxshi ko'rgandan keyin yaqinda men o'g'limga bir atishlik qizni apadim. Atish bilan tuqqan qoldi. Şunun nima o qizga shu nimaga qudular dedim, siz atishlik emas, ham atish rolini joriy qilib, texmi bir ruroq deb baqina degan voy bo'ldi deb hozir obdan ishlayapti. Yo'ldoshlar rahmat, hammamizning teni salomat olsun. Bo'libmi shu yashangan ustozlarimizning, peshqadamlarimizning tenining salomat bo'lishini, ömrünün uzun bo'lishini, turmushining baxtli bo'lishini, oxirgi ömrini yaxshi o'tkazib, texim zo'r to'plan yaratishini chin ko'nglimdan umid qilman. Ham biz shundaq ularning xizmatini qilish uchun tirishimiz. Yo'ldoshlar rahmat. Yusbaysa akam rahmat. Barliq atalarga vakolatan biz avlodlarga intayin ma'nilik, yaxshi nasihat qilganiga rahmat. Yana bir qitim rahmat. Biz hozir Yusuf Aysakimizning talabi bo'yicha peshqadam tadqiqotchimiz ustozimiz Abdushukur Turda apandini ikki kalima No'ruzlik so'zga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Bana söz berginiz için rahmet. Benim artık sözüm yok. Endi bugünkü sorunda meşayedeki No'ruz ahli peshqadamlar, ya Allah, ay Allah, hammadan cem bo'pdik. Didar g'animat. Maşındaq bir sorunga cem bo'lganligimiz uchun men intayin xursandman. Bu xursandlik bahar xursandligi, bir qarshi didar xursandligi, cem bo'lgan xursandligimiz. Men endi to'la so'z qilolmayman. Men shoir emas, she'r o'qimayman. Ammo ba'zida kishi xo'shal bo'lganda ya xafa bo'lganda qilgan gaplari she'rga o'xshab qoldigan o'xshaydi. Shuning uchun men peshqadamlarni bizning oramizdan ketgan rahmat eslab qolaman belki. Eslab mandaq bir narsa degim keldi. Bug'dug'i o'xshatiman ajdodlarni. Manglayda qat-qat qo'riq, beshida qar, ko'ksida iqib bitmas qaynan buloq, etigi mangu sulmas kulgan bahar. Paqla tog'dan makon tutib turib, timisqab tog' ko'ksini ko'g'laydi ekan. Paqla buloqdan suv ichib turib, lash bilan suv yuzini bulg'aydi ekan. Paqla o'zlarini bulbul dermiş. Ömrü namaşçamda kavga samak, çaşkalla körenleşmiş tağteştim de, onundan kavgan miras sestik bayak. Ama tağ kaddi mengü pükülmeydi. Kargayla yapraklar tökülmeydi. Bulakla örkeşlerdi derya bulup, ecdatla yazgan tarih kömülmeydi. Abdushukur kamga rahmat. Salomat olun. Endi ustoz ana san'atkorlarimizdan Rabia Muhammad Hajim apimiz, Jamila Qurbon xonim, Tunisa Salaydin appay, Risolat Hofiz appaylarni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat.
Atıla, anıla, sizler salamet olunla, ömrünle uzun bolsun. Atıla bulmasa üyümüzde bereket olmaydı. Daskınımızda, töylerimizde sizler tağdek yürek olup oturup durunla. Anılarımız salamet olunla, ömrünle uzun bolsun. Sizler üyümüzde bulmasanla, bizge yetimlikning derdi üyümüzde boran uçudu. Endi atalarımızı, anılarımızı Miraj meşrifege teklif kılımız. İzbasarınla İsa Bek'nin oruluşuda Miraj meşrifege emmeyle merhamet. Allah'ın tileymen, bir Huda'dın tileymen, bir Huda'dın tileymen. İnsavi yok benden, insavini tileymen, insavini tileymen. İnsavi yok benden, insavini tileymen, insavini tileymen. Detmegen Huda, detmenge detmegen Huda, detmegen Huda. Şıcıladetni birip, esile begen Huda, kübile begen Huda. Detkile yuvay, detkile adetkegen kim bile, detkegen kim bile. Şkiniz ya dediğini yaratan Hudayım bile, yaratan Allah bile. Atışniyem yılı yaman, kuşuydu otu saman, kuşuydu otu saman. Akılmal bilmeydi vay emmidin köyük yaman, emmidin köygen yaman. Kütbedige çamlaytayım, kütbedige çamlaytayım. Çaldırgan minin yarim, çaldırgan minin yarim. Rasizim etsam çok, raskipim etsam çok. Ecep aldı bu canim, ecep aldı bu canim. Oy, ecep aldı bu canim. Gece yatayım ben bilen, gece yatayım ben bilen. Küzüm yaşinem bilen, küzüm yaşinem bilen. Kaçan mı kürüşemiz, kaçan mı kürüşemiz. Mihribanım sen bilen, mihribanım sen bilen. Oy, mihribanım sen bilen. Barlık ustazlar, anılar, Miraj şirketinin daskını sizlerge 365 gün, hiç gündüz oçuk. Biz sizlerin davamlılık Miraj'ın daskını mehman buluşunlarını teklif kılımız. Vakit münasebeti bilen
Bugünkü No'ruz faaliyetimiz meşede ahırlaştı.